Assalomu alaykum. Hozir sizlar bilan sekinachilarni maktab va maktabgacha ta'lim vazirligiga jo'natishni ko'rib chiqamiz. Hop, ko'plarga demak bu SAT natijani jo'natib 1200 balldan yuqori olsa to'lovni qaytarib olish yoki DTM imtihoniga topshirish uchun kerak bo'ladi. Agar shuni imtihondan oldin yoki imtihondan oldin bajarsalaringiz, bu tekin bo'ladi. Agar imtihon ancha o'tgandan keyin bajarsa, уже qo'shimcha pul bo'ladi $10. Demak, buni tekinga jo'natish uchun imtihon oldidan imtihon registratsiyasida Sense Course tanlash kerak. Shu yerga o'tib, demak, kod 31540 ni kiritish kerak. Shunda demak, Ministry of Preschool Education of Uzbekistan chiqadi. Demak, men buni уже tanlagandim. Qaytadan ko'rsataman. Shuni tanlash kerak. Va davom etganda $0, ya'ni tekinga jo'natiladi natija. Amal ancha oddiy. Agarda shuni imtihondan oldin bajarib qo'ysalaringiz, ortiqcha $12 yoki shunga o'xshash xarajatdan qutulasizlar.